mana shu yerda sinib qoldi. Buni alishtirish uchun shunchaki yechib olinadi, yangi obrazец bitta olinadi, to'g'rimi? Bu olingandan keyin buni yechib oling. Singan qismlarda bular ovoriladi va buni oldindan tayyorlab qo'yganmiz, ya'ni vaqt ketmasin deb. Yana bitta ko'rsatib beramiz orqalari. Orqalarida kremlari kesib yuboriladi do'stlar. Kesib yuborilgandan keyin, ya'ni o'sha rekani mo'ljallab shunaqa qilib atves ochib olinadi. Ya'ni shu yerdan samarasidan qatib qo'yiladi. Joylash esa juda ham Afiyatona. bu tafakkur o'tib turibdi, lekin shu yerlarni samolyotlar qatib qo'yasiz. Do'stlar, mana fasadimiz tayyor. Agarda fasadlaring laklangan bo'lsa, buni ham qo'shib bitta laklab qo'yasizlar. Shundan bir xilla bir xil ketadi do'stlar. Fasad plitkani orada sinib qolsa, alishtirib bo'lmaydi degan do'stlarga bitta jo'natib qo'yishni. Bu manzar